Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar. Bugun 2-aprel 2025-yil. Navbatdagi laboyimizga ham mana chiroyli bo'lgan tunikashib qilib bo'ldik. Laboyimizni hamma joylari ideal holatda qilingan. Bu joylari ana penapl va poliga rezinka tashlaganmiz. Ichlariga konteyner pollar qo'yilgan. Mana har qanaqa yuklar ushlab qoladi, bukilib ketmaydi. Penaplekslar bor, shumkalar qilingan. Mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Mana bunaqa sondiqchalar ham qo'yilgan. Sondiqchalar 1.5lik, 1.8 temirliklardan aralashtirib qoplanadi. Xo'p, ichlarida mana penaplekslar bor. Bu hozirgi issiq kunlarda mana bu salonga issiq sovuqni birdek ushlab turish uchun qilinadi va tirab turish uchun qilinadi. Alohida poliga shunaqa holatdagi rezinkalar bor. Silliq tomoni bo'lsa, mana bu tomon, tanga tomoni, xohlagan tomonini qo'yib ishlataveraman. Mana Toshkentda nimalari bor, rezinkalar. Ishlarimiz yoqsa, like bosib, labolar qiziqqan akalarga, labo oladigan akalarga ushbu videoni sekingina jo'natib qo'yaverasizlar. Kamchiliklar bo'lsa ham bemalol kommentariyaga yozib qo'yishinglar mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Murojaat uchun